Çimildikden moralama Yerim bular yar yar. Kirganda qilib so'rayapsan. Ertaga yashashim imkon topsa. Meni hayotim jo'pa. Hozir sharmandalikdan qutulish kerak-ku. Dadasi bolalarimizdan daragi yo'q, tinchlik mekan ish qilib. Qaysi salon yuramiz? To'g'ri yuradigan. Tinchligimiz yurib. Kuyov bola to'yda отказ qilib berdilar. Shopir aka noto'g'ri tushunmaysiz, bir taklif bor edi sizga. Bo'ldi, nima taklif? Shu qizni uyiga kuyov bola bo'lib kirib chiqib bersangiz, aytgan pulingizni berardik. Yo, kerak emas. Nomini oqlab bersangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, singlim hazillashmayman, unaqa qilib. Men uylanganman. Keyin eshitgan quloqqa ham yaxshi emas lekin. Bo'ldi, to'ydim. Mashina hech qayerga bormaydi. Jahon aka, iloji yo'qmi? Odamlar yig'lamasa nima qilar ekan? Yo'q, hazillashyapsizlar. Tayyor kostyum shimlaringiz bor ekan. Shunday bir oyga kirib chiqasiz xolos. Kostyum shimlarim bormi, lekin men taksiman, oddiy, men uylanganman-da, meni oilam nima bo'ladi? Yusiga qaramay Alixo'jayev 4 farzandning otasi. Uning umr yo'ldoshi Kimyoxon shahrimizning 4-dorixonasida ishlaydi. G'alati-yu, ming bor uzra. Bugun seni uzatamiz. Yig'lama qiz. Aka, qo'shiq o'zgartirsa bo'ladimi? Yig'lama qiz. Chimildikdan moralama Yerim bular yar yar. Kelinligim sening bilan Shirin bular yar yar. Kayfiyat bunaqaligida qo'shiq solmaydi. Ha, to'g'ri. Bana bakar, ben sizce var. Ya o zaman toyum var, şekerler.